g'azabnoma. Bola o'g'irlab setishdak vahshiyona qilmish bilan shug'ullangan odimiy hayvonlarga. Abduri Abduvali Rahmon Haqqani. Tilim barmas ey mal'un, seni inson atashqa. Mumkin bo'lsa hattan ey, sim qamchida savaşqa. Nemi külla ko'rsatding o'z qavminga yavaşqa. İplas qo'ling sunuldi o'smirlarni bulashqa. Asli loyiq ekansan gal paltada chanashqa. O'g'ri degan mol dunyo pul pechakni maraytdi. Shu o'g'rini odamlar yana odam sanaydi. Tova, endi bu jahon qandoq o'g'ri yaratdi. Qancha ota onani zar et qaqshatdi. Chalmi kesak qilsaq az, bog'lab turib yag'ashqa. Ayrivatding sabini ota ona mehridan, judo qilding hattoki kichikkina jinidan. To'ralganmi sen iflos yavu to'nguzginidan, ya ozgaldi qon ichgan g'oljir itning tenidan. Xab bo'lsidi nayzini dal ko'ksingga qadashqa. Daryo oqdi yosh emas onalarning ko'zidan. O'shsiz yotdi oy oylab, ozdi hatto so'zidan. İzdigandek jinnini hatto dengiz tegidan. Bo'ldi dada sargardan, oldi safar belidan. Ming lanat ey hayvon, sendek qabih bangboshqa. Nurg'ullani qaqshatding, el qarg'ishi dar bo'lg'ay. Sen odimi hayvonga itning kuni yar bo'lg'ay. Senmi farzand ko'rganmi? Ko'rsang agar xar bo'lg'ay. Nacharkan sen iblisdan, ming'an yo'ling tar bo'lg'ay. G'azab qo'zg'ab el yurtni majbur qilding qaynashqa. O'rtavat kimlarni dardu hijron azobi. Tutar oxir gelingdin sabilarning pig'oni. Bo'lmay qolmas bir kuni harom pulning hisobi. El qisasi minal haq, qilmishingning javobi. Ikki dunyo mahkumsan, shunga maylun do'zaxqa. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim To'rbekdi. Misronim